Agar bola ertalab uyg'onishni xohlamasa, uning oyoq barmoqlarini sanay boshlang. Birinchi barmoq, ikkinchisi, uchinchi, to'rtinchi. Xo'sh, beshinchi barmoq qayerga ketdi? Qani u? Agar bola sartaroshga borishdan qo'rqsa, telefoningizga mashinka ovozini yuklab oling. Avval o'yinchog'ini sochini oling, keyin bolani. Shunda u tovushga va harakatlarga ko'nikadi va qo'rquv yo'qoladi. Agar bola kiyinishni xohlamasa, uni ataylab noto'g'ri kiydira boshlang. Voy. Bu joyi xato bo'lsa kerak. Men adashib qoldim shekilli. Bolalar kattalarni tuzatishni juda yaxshi ko'rishadi. Bir necha daqiqada kiyinish quvnoq o'yinga aylanadi. Agar bola ovqat yemasa, uni ko'ndirmang. Uni oshpazga aylantiring. Bolalar uchun mo'ljallangan retseptlar kitobini oching. Unda birga tayyorlash mumkin bo'lgan oddiy taomlar bor. Bola ovqatni o'zi tayyorlasa, uni yanada ishtaha bilan yeydi. Yana foydali ma'lumotlarni bilish uchun obuna bo'lib qo'ying.